Assalomu alaykum, hörmətli ustozlar. Kitap anlaşını və kitap oquşni özünün kündəlik adətiga aylandırğan söyümlük dostlar. Keçkinglar xeyirlik bolsun. Erkin Sıdıq yazmaları 7-ci qism Turmuşning muhim saatları və savaqları degan kitabımızның Dadalar bilishki tegishlik muhim ishlar degan temaning davomlashtirib o'qib beramiz. Kitap yazğıcı doktor Erkin Sıdıq. Kitap o'quvchi İstanbuldan Leyla. Kitap o'qilgan kun 2018 13 sentabr payshanba. 5. Ayoliga vaqt berish. Nurg'un ayollar eriga rozi emas. Ayolingiz sizga norozilik bildirsa, siz men pul tepyapman, uyga ketadigan chiqimni hal qilyapman, men azroqmi televizor ko'rsam nim bo'libdi deb uningga ho'miyib qopsiz. Ayolingiz do'sti bilan telefonda so'zlashsa, sen nimishqa atgandan kechgacha boshqalar bilan telefonda so'zlassan deb uningga xafa bo'lsiz. Amaliyotda sizning uning bilan so'zlashadigan vaqtingiz bo'lmagandan u shundoq qiladi. Bugun xizmatingiz qandaqroq o'tdi? Men sening kichikkina mingangni xizmat ishlari bilan qaymoqtirg'im yo'q. Berib eshingni atkin. Xizmatning ishini men o'zim bir taraf qilay. Sen uningga boshqa turma. Siz mushundaq paranglarda ayolingizni ko'zga ilmaydigansiz. Ayolingizmi sizdan zerikidi. Ayolingiz o'zini sizning sherikingiz emasdek his qildi. Şoңlашqa imkon qadar ayolingizni siz qilayotgan ishlarga tava kishilarning birdek tuyg'uga erishtiring. İmkoniyat yor bersa, siz har haftada bir kun bolangizni o'zingiz beqib, ayolingizni o'z do'stlari bilan birga bo'lishga qo'yib bering. Bilaman. Ba'zilar uchun bu bir nihoyat azobli ishdek tuyuldi. Bundaq qilishning ikki foydasi bor. Uning biri ayolingizga bir nafas elish, boshqa hazırlab berish. Uning yana biri siz o'zingiz bola beqishning qanchalik tez ekanligini to'liq his qilib, ayolingizni yetarlik darajada qadrlaydigan bo'lish. Siz bolangizni o'zingiz yolg'iz boqqanda, dastlabida o'zingizga oksigen yetishmayotgandek, bola beqish intayin qiyin ishdek tuyuladi. Mana bu sizning bolangiz bilan birga o'tkazgan vaqtingizning yetarlik bo'lmaganligining, bir ayol kishining yordamsiz o'zingiz yolg'iz bola beqib boqmaganligingizning ifodasi. Bolaga yolg'iz qarash haqiqatan oson ish emas. Ammo biz bu amalga oshirmasak bo'lmaydigan tamponlikning bir qismi. 6. Onasi va ayoli bilan bo'lgan munosabat. Siz ba'zida opangizning qishig'i bormoqchi bo'lsangiz, ayolingiz apangizning uyiga bormang deydi. Apangizning uyiga borsangiz, apangiz sizga "Mening ikkinchi sening ayolingni ko'rgim yo'q" deydi. Ularga nima bo'lgankin? Ba'zi oilada bu ikki ayol bir-biriga intayin o'ch keldi. Bir-biri bilan haqiqatan mo chiqisholmaydi. Ammo ular bir-birining "Men sizga intayin o'ch" demaydi. Ayolingiz "Men apangga intayin o'ch" desa, apangiz "Men ayolingga intayin o'ch" deb bu gaplarni faqat sizga deydi. Davomli sizning qulqingizni og'ritadi. Biri o'ng qulqingizga desa, yana biri so'l qulqingizga deydi. Siz bu ikki ayolning har ikkisiga kuyib, ularning bir-biriga bo'lgan saranglarcha g'azablarini besiq turmasangiz bo'lmaydi. Siz bir mezgil apangizga telefon qilishni unutilib qolsangiz, apangiz sizga "Ayoling seni menga telefon qildirmadi-ya?" "Men bilaman" deydi. Siz apangizning uyiga berib, u yerda ozroq hayol bo'lib qolsangiz, ayolingiz sizga telefon qilib, "Bo'lmasa sen ashu uydala yashag'ina" deydi. Siz ashundaq dardlarni ko'p tortib, chechingiz baldir tushib ketsa, ular "Sening cheching ajab baldir tushib ketdi. Sana nima bo'lgandi?" deydi. Ailening normal holatini saqlab menish sizning vazifangiz bo'lg'achqa, siz eng oldi bilan apangiz va ayolingiz iborat bu ikki ayoldan zerikib ketmaslikni, ularning yuqorqidek munosabatiga sabr qilishni o'rganishingiz kerak. Agar ular bir-birining ustidan shikoyat qilib, sizni qiyin ahvolga qo'ydigan,
Siz gapga chaqchaq aralashtirib, ulardagi jiddiylikning darajasini tuvanlatishga tirishing. Siz bilan to'y qilgan kishi bir xizmatchi emas. U sizning ayolingiz. Sizning olg'iningiz yana bir ota-onaning qizi. Ayolingizni qo'g'dash, ayolingizdan xabar olish va uni g'urur bilan yashash imkoniyati ega qilish sizning muhim vazifangiz. U sizning mas'uliyatingiz. Sizning to'y qilib olganingiz opangizning yordamchisi emas. Bizning dinimiz ayolga bir xizmatchiga o'xshash muomala qilishga yo'l qo'ymaydi. Apangiz sizning apangiz, u ayolingizning opasi emas. Bu əməlgə aşırması bo'lmaydigan tampонлыкның bir qismi. Ayolingizning sizda haqqi bor. Ayolingizning sizning oldingizda belgilik mas'uliyatimi bor. Siz ayolingizni to'y kelishimining ichida emas, ishlarni qilishga majburlasangiz bo'lmaydi. 7. Balını aldirash tutush. Bekar yuradigan yoshlardan cho'qim masala chiqadi. Xizmat yashiga to'shqan balangizni imkoniyat yor beradigan cho'qim xizmatga seling. Balani xizmat, o'g'inish, sport degandek ishlar bilan davomli aldirash tuting. Ularni davomli bir xil harg'in holatda tuting. Agar balangiz ishlashni xohlamasa, uni biror sportga bering. Hargizmi uni bekar tashlab qo'ymang. Vaqti bekorchilikda o'tadigan baldan cho'qim ish chiqadi. Bu hargizmi shundoq bo'larmikin degan masala emas. U bir qachon bo'ladi degan masala. Undaq ishning yuz berishi bir muqarrarlikdir. Balangiz faqat bir rasmiy xizmatni boshlagandan keyinla ondan pulning qadriga yetadi. Imkon qadar balangizga mashinani siz elib bermang. O pulni o'z ishlab tepib, ondan mashinani o'z puli bilan olsin. Shundoq qilgandala ondan balangiz mashinasini qadrlaydi. Biz balalarimizni pulga hurmat qiladigan qilib tarbiyalashimiz kerak. Biz balaga hamma narsani elib bersak, bala hargizmi pulga hurmat qilmaydi. Bu ish intayin muhim. Biz balamizni beqib cho'ng qilamiz. Uning bir intayin parlaq istiqbolga erishishini istaymiz. Uning eng yaxshi turmushga erishishini umid qilamiz. Siz ba'zida men shunchalar ko'p pul tepib olsam, agar o'sha pul bilan balamni bir yaxshi turmushga erishtirmsam, menda unchalar ko'p pul bor bo'lganning nima ahamiyati deb o'ylaysiz. Shuning bilan balaga bo'lgan ko'yinish maydonida turib, uni buni elib bersiz. Bu ota-onalarda bor bo'lgan bir xil tabiiy ko'ngildir. Ammo agar siz balangizga hamma narsani elib bergansiz, u holda balangizni zaharlaysiz. Amaliyotda siz uningga yordam qilmay, uningga ziyonkashlik qilsiz. Bir odam sizdan balangizga hech narsa elib bermang deganni talab qilolmaydi. Ammo bundaq ishlar muvofiq bo'lishi kerak. Bala talab qilgan narsaning hammasini elib berishni bir odatga aylantirib olmaslik kerak. Agar siz balangizga hamma narsani elib bergansiz, siz balangiz uchun bir xususiy bank bo'lib qolsiz. Balangizning oldida sizning uningdan boshqa qimmatingiz bo'lmaydi. Bu bir intayin ichinishli ahvol. Bu bir dada istaydigan ahvol emas. Yuqoridami deyilgandek, siz balangizga bera oladigan eng yaxshi narsa sizning vaqtingizdan iborat. Balangizga imkon qadar ko'proq vaqt sarf qiling. Uning bilan paranglashib turing. Uning bilan birga sayohat qilib keling. Agar siz balangiz bilan bir safarga birga chiqib 5-6 kun vaqtni uning bilan hamma ishni tang qilib o'tkazgansiz, o'zingiz bilan balangizning o'rtasida bir haqiqiy bog'lanish, bir haqiqiy muhabbat vujudga keldi. Bu intayin muhim ish. Shunlashqa mushundaq ishqa cho'qim maxsus vaqt ajrating. Bundaq safar bir nihoyat hashamatli safar bo'lmasin bo'laverdi. Uydan boshqa har qanday yer bo'lsa bo'laverdi. Biror tuqqanlaringiz uyga berib kelsanglarmi bo'ldi. Cho'qim o'zingizning kunlik muqim ishlaringizning sirtida balangizga maxsus vaqt ajrating. Shundoq qilsangiz balangiz bilan o'zingiz o'rtasida bir kuchli muhabbat o'rnata olasizlar. Buyurilgan yordam va tirishchanlik. Badr urushidan o'ylaganlarim.